namoz o'qimaydigan odamlarga hayron qolaman. Alloh taolo har kuni 5 marta bizni har birimizni chaqiradi. Tasavvur qiling, har kun Allohni nido qiluvchisi nido qiladi. Allohu akbar deydi. Alloh eng buyukdir. Tur namozga. Yana bir marta Allohu akbar. Alloh eng buyukdir namozga. Qo'y bu narsalarni hammasini. Allohdan buyugi yo'q. Ana undan keyin Alloh taolo yana eslatadi o'sha nido qiluvchi. Hadu an la ilaha illalloh. Guvohlik beraman Allohdan o'zga iloh yo'q. 2 marta aytiladi. Keyin yana guvohlik beraman ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Guvohlik beraman Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisidir. Bular hammasi chaqiriq bizni. Alloh taoloning lutfidan har kun 5 marta bizni chaqiradi Alloh. Hayya alas solah, namozga shoshiling. Hayya alal falah, najotga shoshiling. Keling najotga. Alloh bizni har kuni chaqiradi ibodatiga. Endi shuncha chaqiriqdan keyin sizni tasavvur qiling, podshohi chaqirib tursa-yu, siz o'qimayman, yo'q, deyishligingiz. Qatdan bunaqa jur'atli bo'lishi mumkin inson. Alloh taoloning rahimligidan, lutfidan bizni har kun namozga chaqiradi. Allohning nido qiluvchisi nido qilganda, labbay, bu Robbim meni chaqiryapti namozga deb